Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana xudo xolasa yangi ishlarni boshlab oldim. Onlayn do'kon ochdim. Xudo xolasa bu yog'i ikkita ish bo'ldi. Ikkita ishni baravar olib ketamiz. Alloh nasib qilsa, xudo quvvat berib tursa, sizlar podдержка berib tursanglar, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Mana shu kanal Hasanboy bozor Optum kanalini ochdim. Onlayn bozorimizda nimalar bor mana? Oyoq kiyimlar, makasima krossovkalar narxlari bilan. Agar videoda ko'rinmayotgan bo'lsa, bemalol o'sha boyaga aytganimdek Hasanboy bozor Optumga kirib, mana ustida yozilib turibdi. Kirib bemalol narx-navolar bilan tanishib, buyurtmalar bersanglar bo'ladi. Shaxsan o'zimga bu yoqda mana sekin ko'rsatib boraman. Bolachalarga bu naskilar, bu yoqda hammasi bolachalarga kiyimlar, detskiy, bolachalarga pijamalar, ko'ylaklar, mana o'zimiz tengi odamlarga 30-35 yoshlarga oyoq kiyimlar mana shu bu yoqda boshladi. Yana bolachalar imkon qadar chiroyliroq qilib qo'ldan kelgancha tashladim. Bilasizlar, montaj qilish yoqtirmayman, shuncha narsa aybini bekitish xohlamayman, shuning uchun qo'ldan kelgancha qildim. Bu yoqda pastki qatorlarimizda tepa past sportikalarimiz hozirgi paytga 165 ming so'mdan qizil va qora variantlari. Yana yangiliklardan bitta eng zo'ri, bu yoqqa Telegram kanaliga o'tsanglar, Telegram kanalida ochib qo'ydim. Bu открытый bo'ldi bu. Mana bu ham Hasanboy bozor Instagram silkalarini qo'ydim. Xudo xolasa buni endi Instagram silkasini shu YouTube kanaliga qo'ymoqchiman. Nimaga чтобы qiladigan ishim shu onlayn do'kon yurg'izish, vulkanizatsiya, shinamontaj bo'lyapti. Mana bu yoqda ham baraka topishsin. Yaqinlarimiz gruppalarga odam qo'shyapti. Mana bu yoqda oyoq kiyimlar so'rovlari boshlandi. Mana xudo xolasa bizani ishni ish bo'ldi. Bu yoqda yana mana oyoq kiyimlarimiz patrat. Xullas buni soni oxiri yo'q, tugamaydigan narsa bo'lyapti bu. Bitta boshlab olish sal qiyinroq bo'ldi, shuning uchun ozgina videolar ham qo'ya olmadim, boshqa ham qo'ya olmadim. Sizlar uchun ijod qila olmadim. Nimaga mana shu narsani oxiriga yetkazay degan